O'g'lim, kelinimni xafa qilma. Ilgarilari farzand ko'rgan ayollarni 40 kun avaylashgan. Yumushlariga qara, hazil-huzul qilib ko'nglini ko'tar. E'tiborliroq bugun, jon bolam. Hop, oyijon, mayli, men ishga ketdim. Ilohim, yo'llaring bexatar bo'lsin, ishlaringni rivojini bersin, bolam. Yaxshi o'tiring. Omon bo'lgin. Voy, ko'ylaklar, ro'mollar maroq bo'lsin. Oyijon berdilar. Hazil-huzul qilib ko'nglini ko'tar. Oyim to'g'ri aytdilar. Bir-ikki og'iz shirin gap gapirsam, xursand bo'ladi. Qimirlama. Bilaman, oxirgi payt ikkita bola bilan juda ham og'ir. Shuni bil, men seni yaxshi ko'raman. O'zi ertalabdan senga romantika tayyorlab yurdim. O'zimni po'palog'im. Aqoz. Po'palog'im, asalim, jonim, niye do'diraysan? O'tir. Anaqatki, onangni quchoqlaganda onang bilan xotiningni farqiga bormaganman. Voy, mazza qildim o'yin. Nima bo'ldi? Nimaga oyijon kirib chiqib ketdilar? Ey qovun, bir xil kiyim kiyib olibsizlar-ku, men qattan bilib o'tirman. Nima qilibdi? Bir xil kiygan bo'lsa, oyijon bir xil bo'lamiz-da, bo'lib kelibdilar. Hozir ko'chaga chiqib ketyapmiz kiyib. Nima qilibdi shunga? Qovun bo'pti shunga. Bir xil ko'ylak kiyib olgansiz, ro'molinglar ham bir xil kamiga. Umi, men seni eshityapman. Po'palog'ing ichkarida, men esa tashqarida. Qovun romantikani boshla. Po'paloq kim? Qovun. Nimaga haqorat qilasiz-a? Po'paloq.